Assalomu alaykum hurmatli Fors tili kanalimiz kuzatuvchilari. Yangi darsimizni boshlaymiz. Avvalgi darsimizda egalik qo'shimchalari degan mavzu bilan tanishib o'tgan edik. Bugun o'sha o'tilgan mavzuga oid darslikda berilgan 3-topshiriqni ko'rib o'tamiz. Ushbu topshiriqda o'zbek tilida gaplar berilgan va uni fors tiliga tarjima qilish aytilgan edi. Biz shuni doskaga bajarib qo'yganmiz. Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi gapni ko'ramiz. Ismingiz nima deyilgan o'zbekchada? Tarjimasi esmeton chist. Bu yerda o'zbek tilidagi kabi hurmat ma'nosida kelgan. Javobi esmam Farruh ast. Ya'ni ismim Farruh. Bu yerda eton egalik qo'shimchasi bor edi. Bu yerda am egalik qo'shimchasi bor. Keyingi gap gazetam eskidir. Gazetamda ruznome am ko'hne ast. Ya'ni ruznomega am qo'shilyapti. Qisqa unli e bilan tugaganligi uchun amdan oldin bitta alif orttirilgan. Keyingi gapimiz shahrimiz go'zaldir. Shahar so'ziga imiz qo'shilsa, ya'ni emon qo'shilyapti. Shahremon g'ashang ast bo'ladi. Keyingi gap sumkam stolning ustida. Sumkam ya'ni mening sumkamda, kifam ruye miz ast bo'ladi. Kif so'ziga am egalik qo'shimchasi qo'shilgan. Keyingi gapimiz qo'shnimiz yozuvchidir. Ya'ni hamsoyemon navisande ast. Qisqa e bilan tugaganligi uchun mon ajratib yozilyapti. Hamza bo'lishi kerak, lekin tushib qoladi. Qoidada aytgan edik. Keyingi gap uyimiz uzoqdir. Xuddi mana shu qo'shnimiz kabi bunda ham qoida shu. Xonayemon dur ast bo'ladi. Keyingi gap salomatligingiz qanday? Salomatiyeton chetur ast. E va i bilan tugagan so'zlarda ko'plikdagi qo'shimchalar hamzadan keyin qo'shiladi. Bu yerda hamza doimgidek tushib qolgan. Javobi mutashakkiram, ya'ni rahmat, salomatiyam xub ast. Ya'ni salomatligim yaxshidir bo'ldi. Keyingi savol do'stingizning ahvoli qanday? Forschada bo'ladi. Hole do'steton. Bu yerda ton qo'shilasi qo'shilyapti. Chegune ast. Ya'ni qanday? Javobi hole do'stam xub nist, modarash bemor ast. Ya'ni do'stimning ahvoli yaxshi emas, onasi kasaldir. Bu yerda do'stamda egalik qo'shilasi qo'shilyapti. Bu yerda modarashda ash egalik qo'shilasi qo'shilyapti. Keyingi gap kitoblari qayerda? Kitob hoyash ko'chos. Egalik qo'shilasi yash. Cho'ziq unli o bilan tugaganligi uchun ashdan oldin ya orttirilyapti. Javobi kitob hoyash ruye miz ast. Bunda ham hozirgi holatning o'zi takrorlangan. Cho'ziq unli o bilan tugaganligi uchun sheyda ashdan oldin bitta ya orttirilgan. Keyingi gap uying qayerda? Xoneat ko'chos. Ya'ni xone qisqa e bilan tugaganligi uchun atdan oldin alif orttirilgan. Keyingi gapimiz shu savolning javobi xoneam dar xiyobone furqat ast. Uyim Furqat ko'chasidadir. Bu yerda ham hozir aytganimizdek qisqa e'dan keyin alif orttirilgan. Keyingi gap modarash ko'chos, ya'ni onasi qayerda? Undosh bo'lganligi uchun faqat she'ning o'zi qo'shilgan. Gapning javobi uning onasi fabrikada deb berilgan. Tarjima qilamiz. Modare u dar korxona ast bo'ladi. Uning qizi fakultetning yaxshi talabalaridan biridir. Do'xtarash yeki az donishjuyone xube donishkade ast. Bu yerda ham izofiy zanjir ketgan, ham egalik qo'shimchasi bor. Do'xtarashda uchinchi shaxs birlikdagi ash qo'shilyapti. Undosh bo'lganligi uchun boshqa vosita qo'llanilmagan. Keyingi gapimiz dam olish kuni bizlarning hammamiz uydamiz. Ya'ni ro'zi ta'til mo hame dar xone hastim. Bu yerda egalik qo'shimchasi yo'q. Keyingi gapimiz akangiz nechinchi kurs talabasi? Tarjimasini ko'ramiz. Barodareton donishjuye sole chandim ast. Bu yerda barodaretonda ton egalik qo'shimchasi qo'shilyapti. Barodaram donishju nist shogird ast. Ya'ni
ukam talaba emas, o'quvchidir. Aytgan edik, maktab o'quvchisini shogird so'zi bilan yoki donish omuz so'zi bilan ifodalasa bo'ladi. Ya'ni shogird va donish omuz so'zlari sinonim bo'lib, maktab o'quvchisi degan ma'noni anglatadi. Keyingi gap, o'rtog'imizning otasi Xalq demokratik partiyasining a'zosidir. Pedari rafig'imon o'zve hezbi demokratike xalq host. Bu yerda egalik qo'shimchasi rafig'imon bo'lyapti. Keyingi gapimiz, ko'k qalaming qayerda? Ya'ni medode kabudat ko'chost. Bu yerda qalamingdagi, ya'ni ikkinchi shaxs birlikdagi egalik qo'shimchasi at qo'shilyapti. Kabudat. Javobi, ko'k qalamim uyda. Medode kabudam dar xone ast. Bu yerda oxirgi so'z qatorning ustida yoziladi. Fors arab yozuvlarida shunaqa ifodalash uslubi mavjud. Ya'ni ozgina bir kichik so'zga joy yetmay qolsa, yozilgan qatorning ustiga joylashtirish mumkin. Ya'ni medode kabudam dar xone ast deb xonening ustiga yozib qo'yilgan. Bugungi qisqacha darsimiz shundan iborat bo'ldi. Mashqni bajardik. Ko'proq o'zlaringiz ham mustaqil ravishda bajaringlar. Shundagina yaxshiroq xotiralaringizda saqlanadi. Keyingi darslargacha xayr, salomat bo'linglar.